Yaxshimizlar xonimlar, bugungi darsimiz bol prənik tayyorlash. Bundan kerakli materialimiz bu tuvanlikcha. Oldi bilan 325 gram un, 2 tal tuxum, 30 gram qunaq maya, ondan 100 gram oq shakar, 90 gram seriq may yoki quyruq may ishlasangiz bo'ladi. Ondan 100 gram yaxshi jingroq asal ishlatamiz. Orqadan 1,5 qoshiq qatiq. Ondan ko'pdir go'shani podafan yoki soda, shu ikkisidan qaysi bo'lsa aylanishni ishlasangiz bo'ladi. Bunda 6 gram tayyorlaymiz. Oldi bilan birinchi bosqichda quruq bo'lgan javorimizga tayyorlab olgan suv mayni qo'yib olamiz. Orqadan uy temperaturasida erigan seriq may solib olamiz. Ondan ko'ptirikni solib olamiz. Bularni sepib olgandan keyin dadanja orqali bularni oppoq holatga ko'ptirib olamiz. Mana qizlar ko'pib mushul holat kiradi. Bu ko'p bo'lgandan keyin endi bu qiyomning ustiga bu ham tayyorlab olgan 1,5 qoshiq atrofiga qatiqni qo'yib olamiz. Orqadan tayyorlab olgan 2 tal tuxumni solib olamiz. Ondan shakarni solamiz. Orqadan salni sepib bo'lgandan keyin o'xshashlam dadangizda bularni ham shu qaymoq holatga ko'ptirib olamiz. Mana qizlar aralashmani ko'ptirib mushul holatga keladi. Endi biz bu aralashmaga bayam tayyorlagan unni silib, o'mallab turib bo'sh holatga xamir yo'g'irib olamiz. Mana qizlar ko'tanlarni xamir yo'g'irib oldik. Mana mushul holatda bo'sh chiqdi. Endi buni yuzini boshama bilan yepib, to'natxondan suv saqlash bo'limiga 1,5 soat turg'izamiz. Xamirlarni to'g'ri ilib oldik qizlar. Endi duxovka listlarimizga may semiz qog'oz solib olamiz. Ondan tuxumni, bitta tuxumni oq seriq bilan chiqib aralashtirib olamiz. Ondan xamirlarimizni qo'lonlar orqali bularni zo'l qilib olamiz. Bularning cho'ng kichikini normal holatda olsanglar bo'ldi. Zo'l qilib olgandan keyin may semiz qog'oz solib olgan duxovka listlarimizga aliq tashlab tizib olamiz. May semiz qog'oz bo'lmasa, duxovka listining tagini mayli yutib latsanlar bo'ladi o'jimi. Mana qizlar barliq xamirlar shaklga keltirib bo'lgandan keyin bularni o'tir qismiga bayam tuxum bilan qo'llarni tekizib turiblar bir talchik surib qo'yamiz. Bizning o'tirni sho'xli shaklga keltirib olsanlar bo'ldi. Xamirlarni shaklga keltirib bo'lgandan keyin endi duxovkamizni ustini 180, tagini 170 gradus qizitib olamiz. Qizitib bo'lgandan keyin ondan o'sha pechini qizig'ich pishirib olsanlar bo'ladi.